Hammaga salom jigarlar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Bilaman bugun ikkita video chiqaryapman bir kunni o'zida. Chunki menga prosmotrlar va tomoshalar soatlar kerak bo'lyapti juda. Podдержка qilib yuborishlaringizni so'rab qolgan bo'lardim. Videomizni boshlashimizdan oldin layklarni bosib, kommentariyaga bitta olovchalarni tashlab qo'ysangiz juda xursand bo'lgan bo'lardim va maqsadimizga o'tishni boshladik. Jigarlar, mana bu ko'rib turgan akkauntingiz challenge akkaunt. Qaytishini xohlaysizlarmi? Bu akkaunt qaytganda ham mana bunaqa challenge qilamiz. Yana bitta challenge qilamiz. Asli bu challengeimiz boshida sariq akkaunt qilish edi. Keyin vaqtim bo'lmay qoldi va men bu planni o'zgartirdim. Hozirda 426 ta kuchaytirgich bor bunda. Biz bu akkauntda 10 kunni ichidami, 15 kunni ichidami 3000 ta kuchaytirgich yig'ishimiz kerak. 3000 ta kuchaytirgich yig'sak, keyin bemalol Real Madrid tarkibini yig'ish videosini chiqarishimiz mumkin. Tarkibini yig'amiz va full qilib birinchi tierga ham chiqamiz, Real Madrid tarkibini ham yig'amiz. Xuddi Dilso'z Ismoilovnikiga o'xshab. Ko'pchilik menga lichkamga yozyapti, Dilso'z Ismoilov sizdan ko'rdi. Siz challenge qilgandingiz, u ham challenge qildi, qismli videolar oldi deb lichkamga ko'pchilik yozyapti. Obunachilarim, podдержка qiladiganlarim yozyapti. Yo'q, unday emas deb ketyapman. Unaqa haterlar kerak emas, jigarlar. Xullas, bu videodan maqsad sizlarga savol tariqasida, agarda sizlarga yoqsa shu gapim, kommentariyada yozib tashinglar. Yo'q, kerak emas challenge denglar yoki challenge kerak. Biz ham siz bilan teng qilamiz deb yozinglar. Yana bitta ikkita yangiliklar bor. Jigarlar, tanga va olmos xizmatlarimizdan foydalanib qolinglar. Hozirgi kunda skidka bo'lyapti. Juda arzon. Telegram kanalimizga o'tib ko'rsangiz bilasiz. Mayli, keyingi videoda ko'rishguncha xayr, sog' omon bo'ling. Kanalga obuna bo'lib qo'ying. Layklarni bosib tashlang.